Mamlakatimizda aholi mushkulini oson, uzog'ini yaqin qilishga qaratilgan harakatlar bir zum to'xtagani yo'q. Siz ko'rib turgan ushbu avtobuslar Urganch shahriga yangi olib kelindi. Bugungi kunda Urganch aholisining jamoat transportidan foydalanish darajasi 40% ga yaqin. Prezidentimiz Xorazm viloyatiga tashrifi doirasida Urganchda joylashgan Bunyod yo'lovchi tashish korxonasiga keltirilgan avtobuslar bilan tanishdi. Korxonada 1 yildan ko'p bo'ldi ishladim. Bundan ilgari Isuzu avtobuslarda haydaganmiz. Hozirda bu avtobusni qulayliklari juda ham yaxshi. Konditsionerlar bilan jihozlangan. Mijozlarimiz uchun juda ham qulay. Bu avtobuslarimiz 1-yanvardan boshlab to'liq ishga tushgan. Hozirda brutto tizimida ishlayapti. 4 ta yo'nalish bo'yicha harakatlanyapmiz. Kelgusida yana ko'paytirish harakatdamiz. Avtobus saroyi 4 gektarda joylashgan. Shuni 5000 kvadrat yerga bino ko'tarilgan. Bu yoqda avtobuslarni yuvish joyi paytda 4 ta avtobusni yuvishga mo'ljallangan. Bu mo'ykamizning texnologiyasi Germaniya texnologiyasi asosida o'zi ishlatgan suvni yana qaytadan filtratsiya qilgan holda yana o'ziga ishlatadi.